Voy voy, bu qushchalarni qanot yozib turishini. Kim bor? Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, mikrofonni ushlab oling. Bo'ldi. Yaxshimisizlar? Allohga shukr. Tinchmisizlar? Ishlar zo'rmi? Yaxshi keldinglarmi? Xudoga shukr. Aka, Labbe. 1,5 ming, 2000 dollar atrofida puli bor akalar, tirikchilik dardida yurganlar. Shularga mashina olmoqchi bo'lsa, nimalar qilib bera olasiz, nimalar taklif qila olasiz? Xo'p, avvalo assalomu alaykum. 1,5-2 ming dollar puli borlarga xolasi Nexus'lar, xolasi Cobalt'lar qilib beramiz. Arzonroqlardan ko'rsatingchi? Bo'ldi, arzonroq mashinalarimiz bor. Tirikchilik qilishadi, oylik to'lovlarga qiynalmasin. Bo'ldi. Xo'sh, mexanika Cobalt'larimiz bor. 1700-1800 dollar bilan qilib beramiz. Yo'q-a? Hamma rasxodlarni ichida qilib beramiz. Bizlardan bonus xolasi polik chexollarni qilib, xullas rasxodlari boshqa qilmaydigan qilib beramiz. Mana gazlari bor, tayyor. Olib tirikchilik qilishlariga tayyor mashina. Xo'p, 1700 dollar bilan chiqdi deylik. Nima ish qiladi bunga olgan odam? Misol uchun taksi qilsa ham oylik to'lovlari kuniga 100 ming so'm, 110 ming, 120 ming so'mdan tushadi. Oylik kunlik to'lovi. O'zini nomiga rasmiylashtirib, hammasini dokumentlarini o'zimiz qilib beramiz. Xo'p, nomiga rasmiylashtirildi. Nima xarajat qiladi bunga? Boshqa rasxod qilmaydi, rasxodlarni o'zimiz qilib beramiz. O'sha 1700 dollar beradi, boshqa to'lov qilmaydi. Mashina yili nechi? Mashinamiz 21-yilda ishlab chiqarilgan, mexanika korobka, metan gazlari bor. Oylik to'lovini hisoblaydigan bo'lsak, kunlik to'lovini aytdim men sizga. Oylik to'lovi 3,400,000, 3,500,000 lardan chiqadi oylik to'lov. Tushunarli. Gazlari bor-a? Menimcha qiynalmasdan to'lasa kerak 3,400,000, 3,500,000 dan. Tushunarli. Endi yana ham boshqa yangi proyektlar qilyapmiz. Xudo xolasa o'xshab qolsa, boshlang'ich to'lovsiz ham ilojini yo'lga qo'yamiz. Endi bizga kvota bersa, o'sha kvotalar ochilsa, xudo xolasa yo'lga qo'yamiz. Boshlang'ich to'lovsizmi? Boshlang'ich to'lovsiz. Tushunarli. Yana nimalar bor aka? Bundan arzonroqlari bormi? Nexus'larimiz bor mana, xolasa. Qorasi, oqi, xolagandagi bor. Mexanikalari xolasa 2,700,000, 2,800,000 dan qilib beramiz. Deylik, buni yili nechi? Bu 22-yilda ishlab chiqarilgan. Nech pul? Boshlang'ich to'lovi 1200-1300 bilan qilib beramiz. Yo'q-a? Oylik to'lov lekin sal balandroq chiqadi, chunki bosh to'lov arzon bo'lgani nisbatiga. Oylik to'lovlari buni 4 million atrofida chiqadi. Ichlarini ko'rsataylikchi. Avtomat chexollari bor. Zo'r. Endi bilaman siz xalq bob, hamyonbob narsalar so'raysiz, shuning uchun Malibu nimalar ko'rsatmadim. Xolasa pul topan mashina Damas ham qilib beraman. Damas ham bormi? Damasimizni 600-700 dollar bilan qilib beraman. Aka, endi bizni podpischiklar, jaydar akalar, ular endi tirikchilik qilishadi aka. Endi puli bor odam avtokreditga kelmaydi. Oylik to'lovlari ham menimcha qiynamasa kerak. 2,600,000-2,700,000 lardan chiqadi oylik to'lov. Tushunarli. Gazlari bor, 21-22-yilda ishlab chiqarilgan Damaslarimiz. Boshqa avtokreditlardan sizlarning nima farqingiz bor? Bizda asosiysi ishonchli, aldov yo'q. Bizga pul berdimi, ish bitishi aniq. Pulni to'lov ishi bitgandan keyingina olamiz biz. O'rtoqlar, bir kelib, ko'rib, tekshirib, sotib oladigan joyi, qiziqinglar kelib, bemalol hammasini videoda nima deyilgan bo'lsa, o'sha mashinalarni kelib, o'sha narxda so'rab olishinglar mumkin aka. Keyin salomat bo'linglar.